Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men o'sha telefon nastroyka kanali. Bugungi videoda biza telefondagi ilovalarni yashirishni aytib o'tamiz do'stlar. Hamda birato'la logolarni qilishda logo haqida ma'lumotlarni berib o'taman videoni oxirida do'stlar. Boshida biza nima edi, ilovalarni yashirish uchun 3 ta nuqtachaga kirib olishimiz zarur. 3 ta nuqtachadan esa asosiy ekran parametrlariga bosib, ichiga kirib olamiz do'stlar. Pastga tushib, ilovalarni yashirish degan tugmani bosamiz do'stlar. Bosganimizdan so'ng istagan ilovangizni, masalan men YouTube'da yashirdim, qo'llashga bosdim. Endi u hech qaysi papkada ham, hech qaysi joyda ham yo'q endi. Uni qayta tiklasa ham bo'ladi do'stlar. Aytgan usullarimni qilinglar, tiklanadi mana. Do'stlar, ichidan chiqib olamiz. Endi esa yo'q hech qayerda. Yana qaytib o'sha ishni takrorlaymiz do'stlar. 3 ta nuqtachaga bosib, asosiy ekran parametrlari, ilovalarni yashirish degan tugmani bosib, mana bu ustini minus qilib qo'llashni bosib chiqib ketamiz. Va YouTube bizada bor. Mana hozirgina yo'q edi shu ilova. Endi esa bor. Buni papkani ichiga qo'yamiz endi do'stlar. Endi sizlarga logo qilishni o'rgataman. Logo 3 ta logoda istagan masalan kanalingizni avatarkasi, bannerini o'shandan qilsangiz bo'ladi do'stlar. Meni ham ana shu videoga o'sha ilovadan qilganman. Birinchi navbatda Play Marketga kirib olamiz do'stlar. Ichidan 3 ta logo deb yozamiz. 3 ta logo deb yozsak chiqadi. 3 ta logo maker deb yozamiz. Boshiga chiqqan mana shu 3 ta chiqib turibdi. O'shani o'rnatib olamiz do'stlar. Keyin istaganimizcha logo qilsak bo'ladi do'stlar. Mana buni og'iz tashlab yuboramiz. Atiga 30 megabayt deydi. Men megabaytim 45 mingta megabayt do'stlar. Let's go. O'zi tashlab yuboradi do'stlar. Sizlarga meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Iltimos sizlardan yana xizmatlar bor. Banner, avatarka 15 ta obunachi qilsangiz bitta banner, avatarka men sizlarga yasab beraman do'stlar. 15 ta obunachi yozib ekanlar, men Telegram kanalim, ya'ni Telegram silkamni qoldiraman YouTube kanal silkasida. O'shanga yozsa men obuna bo'ldim deb, obuna bo'lganlar 15 ta obunachilar, 15 ta obunachi bilan men sizlarga bepul logo yasab beraman.